20 ta olishadi, ikkita qo'shib berasiz. Ikkitani tayda qolib ketib qolmaysiz. Endi beyda ikkita qo'yib qo'shib berdi. Bonus, ikkitaga yo'q, 20 ta pauza turingda Eldor aka. Pauza nima qilaman? Mana tepasida turishibdi. Yo'q, endi tepasida turishibdi. Endi qarang. Akalar, bo'lsa boringlar. Yo'q, shuncha odamning ichida sharmanda. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan bittadan like bosib, ekranni qarshisiga yaxshilab o'rnashib olinglar. Sizlar so'ragan qo'raga, sizlar so'ragan odamning oldiga kelganman, Boburjon bilan. Ya Eldor aka, bormisiz? Charchamay. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, Eldor aka, nima gaplar? Bardan bayquvvat, charchamayapsizmi? Keldimi yangilari? Yangilari keldi, xudo xolasa to'ldirib qo'yganmiz. Eldor aka partiya qilib mana shu yerga chiqarib beramiz. Barakatli Kelganda ham xudo xolasa bu safargi zo'rlardan kelibdi. Zo'rlardan keldi. Videoni boshidan bittadan like bosib, Boburjon otangga rahmat, bolalar gaziga bos deb turasizlar. Sizlarning gaplaringdan motivatsiya olib, yana ham gaziga bosamiz, charchamay. Hurmatli obunachilar, kanalimizga mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Har kuni shu va shunga o'xshash videolar sizlarni kutadi akalar. Kichkina mehnatimizni qadrlab, Boburjon aytdilar, bittadan like bosib, kommentariyada omad deysizlarmi, otangga rahmat deysizlarmi, yaxshi izohlarni qoldirib turinglar. Videomizni boshladik. Eldor aka boshladik. Bugungi video yonadi, Eldor aka, inshaalloh. Hurmatli obunachilar, mana videoni boshidan ko'rishlaring mumkin, shu sariq qo'ydi yirik variantlaridan. Soni nechta buni Boburjon? Soni 20 ta bir pachka. 20 dona. Xudo xolasa endi bularni bo'g'ozga beramizmi, qisirga beramizmi? Hammasini bo'g'ozda yog'amiz. Endi vallahi alam bitta qo'chqorni qo'shib olsa yaxshi bo'ladi. Sizga sotganlar bo'g'ozga. Videoni oldiga o'tma Faxrda. Mana akalar. Xudo xolasa bo'y baslarini oldini 85 dan ham balandsak bo'laverar ekan. Ushab ko'rsatinglar mana shularni. Voy bismillah. Bunisiga Faxrda. Mana 85 dan baland bu qo'ylar. Bo'yi 90 ga ham borib qolsa kerak bularni. Ha, ko'z bilan ko'rib olsa, mana bu uzunligini o'lchashadi, bo'yini o'lchashadi. Siz ham salkam bir 2 metr borsiz. Ha, meni bo'yim o'sir deydi-yu. Mana akalar. Bo'ylari xudo xolasa zo'r, suyagi zo'r. Suyakli narsalar. Ya'ni ertadan keyin bola tushsa ham bir o'ylanmay boqasizda. Xuddi shunday. Sababi bunaqa katta qo'ydan kichkina bola inshaalloh tushmaydi. Qolganlarni ko'rsataylik. Suyaklarni ham qarang mana. Uzunasi ham rosa kuchli qo'y ekan, hurmatli obunachilar. Ranglari tiniq. Bo'y basini ko'rib turibsizlar. Yeb ichishini sinab olgan bo'lsangiz bo'ldi. Aha, yeb ichishi hammasi sinovdan o'tgan Eldor aka. Raketami? Raketa. Qachon keldi o'zi bular? Kecha keldi, junni oldirib bugun video syomka qilyapmiz. Xudo xolasa kechadan bir sinovlardan o'tgan qo'ylar akalar. Xuddi shunday. Eti o'rta holatda. Mana eng pakanasi shu Eldor aka. Voy, semirib pachka bo'lib ketmagan akalar. Mana shuni ushlang. O'rta holatda. Eng bo'yi pasti shu. Eng bo'yi pasti shu, shu ham bir 80 ga yetmagan. 80 ga 1 sm yetmasa kerak. 1 sm shunday, ha. Mana. Qolgani 80 dan baland bo'lishi kerak. Yuzlarni ham ko'rsatib qo'ying. Mana. Tishini surishadi, tishi 4 ekan, 4 ekan. 4 ta, 6 ta. 6 taga o'tibdi. Ha, 8 taligi ham bor. 8 tishi bor. 8 tishgacha deb olishsin bo'lmasa. Xudo xolasa akalar. Tishi, sog'lig'i, aybi, nuqsoni yo'q. Endi puli ham dumbasini ham bir puli ham Eldor aka. Ho. 8 million, 10 million og'izga kelgan pul emas. Xo'p. 20 ta bir pachka, yeb ichishi sog'lig'i zo'r. Ha, o'ylanib qoldimmi? Ha, o'ylanmaydi. 6 dan kamaytirib beriladi. 6 milliondan kami bor. Ha. Sal kelishtiramizmi yo bo'lishimi? Mayda juda qilmaymi? Optimiga bir chiroyli narx. 5 million 500 dan. Optimiga. Optimiga 20 tasini shaytini yaxshilab eslab qo'yinglar. 20 tasini bir pachka olishadi 5 million 500 dan. 5 milliondan to'g'ramaydimi mabodo? Bir joyga olishsin? Yo. Optimiga 5 million. Yo. Buni ichida 5 millionga dona ham chiqarib bera olmaymiz eng maytasini ham Eldor aka. Yo'q, dona deyilgani yo'q. Optimiga hammasini 20 tasini bir joyda olsa 5 million 500 dan. 5 milliondan berar ekansiz, bo'lsa? Yo'q. Taqalgan. Yo'q, taqalgani deb turib, hech kim aytganiga sotmagan. Hech kim aytganiga sotmagan Boburjon. Qarang, videoni avval meni qiynaman. O'sha gaplashganimizda 5 million 500 dan oxir taqalgan. Yo'q, 5 milliondan bir joyda optimiga bir qo'raq olishsin. Yo'q, Eldor aka. Bo'g'ozmi, qisirmi endi yo'q, tavakkalga olishsin. Yo'q, qo'chqorni qo'shib olishadi. Yo'q, sezon keldi qo'shib olishadi. Optimiga 5 milliondan bering olishsin. Yo'q, 5,5 milliondan optimiga beraman. 5,5 ni o'tib berasizmi yo'qmi?
5 million 400 dan qilib 5 million Sizni 100 dan. gapingizga. 5 million 100 Yo'q, dan. men endi Eldor aka 100 ming o'lsam. Hurmatli obunachilar, fikr bildirib qo'yinglar kommentariyada 5 million 100 dan nima deysiz? Yo'q, Eldor aka. Boburjon? Ha, pauza qildim. Yo, pauza nima pauza qilaman? Eldor aka. Yo, unda Yo, pauza nima kerak bor Eldor hozir? aka, mana ham onamlar bor. Yo, endi odam bor, oshing halol bo'lsa ko'chada ish degan. Ya 5 million 400 dan 20 5 million 100 dan bir joyga Eldor aka ketdimi? 6 million 6,5 million chiqarganimiz. Yo, endi uni qo'ying, chiqarmaslik. 5 million 100 dan bir joyga ketdim, ketmaydimi? 5 million 400 dan bo'lsa ketadi. 5 million 200 dan bormi? 10 taga bitta qo'shib ham beradi shu yondali eski stildan. Yo, Eldor aka. Yo'q, kulgili gap bu ya'ni. Yo'q, 5 million 200 dan 10 taga bitta qo'shib berasiz. 10 ta olishadi, bitta qo'shib berasiz. Bo'pti. Pauza. Pauza bosmayman, nimaga pauza bosmayman? Qiziqmiz. Bo'pti, Eldor aka. Sizniki emas, meniki emas 5 million 300. 5 million 200 dan optimga Yo'q, olishadi. Eldor aka, unda 20 taga videoni ikkita qo'shib ham berasiz. Ketdimi? Nima qiladi? 20 taga ikkita qo'shib berasiz. 10 Sizga taga bo'pti, bitta. Eldor aka, tovuqmada ikkita bo'pti. Ya Boburjon, yo'q, hazil-huzul qilganim yo'q. Yo'q, hazil-huzul o'zi yo'lga Eldor aka. Nimaga oldi qishda qo'shib berdingiz? Qishda endi narx-navosiga qarab-da. Ya endi Boburjon, ketdimi? Yo'q, 20 5 million. ikkita. Eldor aka 5 million 300 da 20 tasini beraman barbar. 5 million 200 dan 20 taga ikkita qo'shib berasiz. Bo'pti, qochma. Pauza. Pauza bosmayman, nima pauza to'g'rasi? Hop, bitta martlarcha narxini yoraymi? Xo'p. Ha? Hop. Siz aytgan ketdi 5 million 200 dan. Ikkita bormi ichida? Yo'q. Voy, ikkita qo'shib berasiz 20 taga. Yo'q, Eldor aka. Ya bugun kuni faqat tortishib o'tib ketadi, shekilli Boburjon. Yo'q, unda qilmang. Videoni boshla meni qiynamang Eldor aka. Ikkita qo'y tagida qolib ketib qolmaysiz, Boshda Boburjon? kelishdik. 5,5 milliondan chiqazamiz. Kelsa o'tib beraverasan dedi. Ikkita qo'y tagida qolib ketib qolmaysiz, ketdimi? Ikkita qo'y sizga 20 taga ikkita qo'y qo'yib bo'lmaydi-da. Sizga Nimaga qo'shib berdingiz? Nimaga qishda qo'shib berdingiz bo'lmasa? Barakami? Yo'q, Eldor aka. Baraka bo'lsa bo'lsin, bugun bo'lsin. Anchadan ko'ringaningiz yo'q, ketdimi? Bo'pti, qarang. Hop. 5,5 milliondan berishadi. 20 tasiga bitta qo'y qo'shib beraman. 5 million 200 dan 20 ta ikkita qo'shib berasiz. Bo'pti, bitta qo'shib beraman. Ikkita. Baraka. 5 million 200 ming so'mdan 20 tasiga ikkita qo'shib berishadi. Xudo xolasa qo'raga 20 tasiga ikkita qo'shib beraman. Qishi bilan so'yib yeb chiqishadi. Xudo xolasa. Dastavkasi bor akalar, Dastavkasi kelasiz, besplatniy. ko'rasiz. Siz aytgan joygacha dastavkalarni uyushtirib beriladi. Mana Xudo aytdi xolasa- Eldor aka. Hop. Bonus. Ha, bonus partiyalar. Ha, bular sotuvga emas, to'lka bitta-bittadan qo'shib beramiz. Qo'shib bergan. Hurmatli obunachilar, inshaalloh qo'raga kelinglar. Xo'p, davomi ham bor, qo'ylarni ko'rsatamiz. Davomi sera, faqat bugun sariq sovuq chiqadi. Olib chiqamiz ularni ham. Boshladik. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa ikkinchi partiyamizni ham olib chiqib oldik. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Har partiyalarimiz bor, Boburjon. Eldor aka, ha, partiyalar sera, xudo xolasa. Faqat sariq qo'ylardan udorlarda olib kelganmiz Xudo deydi. xolasa. Xo'p, son nechta buni Boburjon? Soni 34 tami, 35 ta. 35 dona, o'sha bir pachka qilib olib bo'lsa bo'ladigan variant. 35 ta. Xo'p, akalar, endi buni juda ko'pchilik so'rayapti. Qanday qilib boqsa foyda yaxshi bo'ladi degan akalarimizga Bitta shaytiga qo'shimcha, qo'chqarni qo'shishadi. Qo'chqari bilan yengil yemini berib turishadi. Ha. Qo'ylar semirib qolsa, qo'y o'zi 7 millionlik qo'y. to'g'ri. Endi men aytgan narx bilan go'sht yo'nalishiga ham bolasini olishadi, ham qo'yni enasini o'zi ham foyda qiladigan qilib qo'yib beraman inshaalloh. Akalar, mana qaranglar, hozir buni olasizlar, bitta qo'shqorni qo'shib qo'yasizlar. Bu qo'y bo'g'oz bo'lgandan keyin unaqa yemni bosib berish ham shart Yo'q, emas. yengil yemini yeb tursa o'zi semiraveradi. Yurib tursa ham hisob akalar. Masalan, dalangiz bo'lsa yoki огородingiz bo'lsa, yurib tursa ham hisob. Mana sizlarga bitta shpaglarka deydimi, yo'nalish deydimi, olasiz yengil-yengil kepagini yalatib tursangiz ham xudo xolos foydasini qiladigan variant. Oktabrgacha boqib qo'ying, o'shanda 3 oy bo'ladimi? Ha. 3 oy. Xudo xolasa yaxshi foydasi bo'ladi Naq akalar. qo'y, naq bo'g'oz bo'ladi, etlari ham xudo xolasa Tirsillab, ha? silkillab, ha, tirsillab qo'y o'zi ham dahshat bo'lib qoladi. Xo'p, yeb-ichiga kafolat beraveramiz. Yebichi sog'lig'iga javob. Qo'yda o'zimga o'xshagan arg'arig'ida olib kelaman. Nima uchun demaysizmi? Zo'r o'zgaradi. Men o'zim polvon bo'lsam, qo'ylarim yonimda ko'rinmay qoladi. Akalar, xudo Hazil o'z xolasa yo'liga. bular endi bola boqqan, ozgina ozgan, to'g'ri. Lekin mana shu holatiga yem beriladigan bo'lsa, восстановление, ya'ni tiklanish tez bo'ladi akalar. Ko'zingizga tez ko'rinadi qo'yda o'zgarishi. Xo'p, kafolat bor. Yoshi qanaqa bo'ladi? Yebichi sog'lig'i hamma yo'g'a kafolati bor, Eldor aka. Yoshi Yoshi
6 tish, asosan 6 tish qo'ylar. Ha, 8 tishi ham bor. 8 tishi bor kam. 8 tishga bering bo'lmasa. Yo'q, Eldor aka. 90% 6 Ha, tish. ko'rganmisiz? Ha, hammasini ko'rib, hammasini kelishda ochib 6 tish bo'lmasa ketdi. 6 tish. 6 tishdan asosan. Endi buni ichida bir 6 ta, 7 ta, 8 tish chiqadi. Ha. Bu degani haligi yarmi ham emasda Eldor aka. Asosan 6 tish. Asosan 6 tish. Qachon keldi o'zi bular? Charchog'i ja bilim o'rgani yo'q lekin. Kecha keldi, Eldor aka jullarni qirqitib, faqat quvyapmiz. Kecha o'zi yetkazib keldi, quvib, bitalab ushlab junni oldik. Mana yana syomkaga qo'yapmiz. Yana kelsa quvib ushlab tishlarni ko'rsatib beramiz. Damda o'sha olgan odamni olgan odamni uyda oladi. Shunaqa akalar. Endi to'g'ri shunaqada. Endi aqa quvamiz, baqa quvamiz, endi cho'ntagimizdan ovqat bermaslikda maqsad deydi. Albatta hazil. Ovqatini yeydi. Ya masalan, eshikdan xaridor kelsa, aylantirib ko'ring, ko'rsating deyishadi va ichidan tanlab olamiz deyshadi. Xuddi shunday. Bir joyda tursa ichidagi qo'yib ko'rinmay, shu aniq hisobga aylantirib ko'rsatiladi akalar. Xo'p, buni nechta pul qo'yamiz? Faqat bor, bo'ldi, tortish to'xtataylik. 5.200 dan. O'tib bering, ja. Kalla olishga. Dona ham optimum olish. Oldin oja bozor qilib yuboryapmiz. Maqsad endi ularga balandroq eshittirish bo'lsa, bilmadim. Yo'q. Bo'ladiganini aytmay qilayim, qo'l tashlang. Xo'p. Barbaraka deb berasiz. 5 milliondan donaga ham, optimga ham farqi yo'q, ketaverdi barbaraka. 800 dan bir joyga barbaraka. Eldor aka, bularni dona optim qo'yib beraman. Xo'p, bir joyga 5 million. 4 million 800 dan. Iya barbaraka. Faqat qo'llab-quvvatlab padeshkani yortirib 4 million 800 dan dona optim bir xil. Ketdi mana akalar. Dona optim xohlaganingiz. Faqat like, comment, Bobirjon otangga rahmat, gaziga bos deysa, xudo xolasa minglab olib kelaman qo'ydi. Sezon keldi akalar. Sezon keldi. Xo'p, buni ham dastlabkasi kelishsa aytgan joylarigacha. Dastlabki kelishgan joylariga da olib borib beramiz. Xudo xolasa. Toshkentmi, Samarqandmi, Sirdaryomi, O'zbekistonda bo'lsa bo'ldi. Qashqadaryomi, Surxondaryomi, boshqa daryomi? Hammasiga bor. Vodiyliklar bo'lsa, xudo xolasa, sraz ko'zlarni oldida chiqadi. Faqat vodiymi, libo yerga ko'zlarni oldida chiqazib beraman. Bobirjon, endi keyingi partiyamizga qanaqa chiqadi? Keyingi partiyasiga bundan ham arzonni chiqarib beraman. Bor, bizda tugamaydi inshaalloh. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi partiyamizga mana sariqlaridan akalar videoni e'tibor berib ko'rasizlar. Xudo xolasa bugunga faqat sariqlardan deganmiz. Bugun faqat sariqidan Eldor aka. Gap bo'lishi mumkin, lekin talab ham o'z mana shunaqa bo'lyapti hozirgi kunda. Shunday, xuddi shunday. Lekin har safar syomka chiqaramiz, o'z obunachilarimiz, akalarimiz, ukalarimiz so'rashyapti. Xudo xolasa mana talablariga binoan bo'lyapti-da. Org'arig'idan foyda olib, foyda qilaman deganni. Lekin ja oldingidagi org'i emas, qo'ylar. Yo'q, bular endi bularning zoti bor narsa-da. Ular go'sht yo'nalishga edi Eldor aka. Xudo xolasa ko'z tegmasin. Bu tomondan qayta qochib sotaman degan kukalarimiz bo'lsa, bemalol kelaverasizlar akalar. Kimdir tug'dirib sotaman deydi, kimdir bo'g'oz qilib tezroq oborot qilaman deydi. Qo'shib olsa o'z zakkonda bo'ladi. Tez kunlarda o'zim ham tashlayman, Bobirjon, bir birga obzor qilamiz. Joyimiz xudo xolasa bitirib, ha, oz qoldi. Ha, to'ldiramiz qo'ylarni. Inshaalloh. Xo'p, soni 15 ta dedingizmi? 15 ta Eldor aka. 15 ta. Bo'yi 80 gachami? Yo, 75 olishsa bo'ladi. 80. 80 plyuslari ham bor. 80 plyusi ham bor. Mashlar 85 sm chiqadi. Lekin Eldor aka 80 ga ham emas, 75 olsa narx shunaqa. Xudo xolasa. Narx shunaqa. Mana bitta o'tsin akalar. Mana kashtan, sariq, ko'k, oq hammasidan bor ekan. Xudo xolasa. Kesalaring tanlab olish imkoniyatlari ham bor. Buni nech pul qo'ymoqchisiz? Bo'ladigani bir pachka 15 tasini olsa 4 million 500 dan ketadi. Bo'ladigani. Bo'ladigani, hali talash tortishib o'tiradigan. Sal kamaytiring, bu hozir anchadan chiqqaningiz yo'qmi? Maza qilib boqsinchi shu qo'ylarni. 4 million 400 dan. Bu to'g'rinchi? 4 million 300 dan. Yana o'talamizmi? 4 million 200 dan 15 tasini olishadi. Go'sht yo'nalishida olishardi, qari qo'yiladi. Xuddi shu narxda bo'ldimi? Yana o'tib beralamizmi yo'q? 4 milliondan. Optimiga. 15 tasini bir joyda 4 milliondan ketdi. Barbaraka. Barbaraka. Hurmatli obunachilar, duo qilib qo'yishadi endi shaytida. 4 million so'mdan bir joyga olgan akalarimiz. 4 milliondan. Bo'lsa shunaqa qo'y 4 million 200 dan sotib olamiz. Xudo xolasa yo'q. Sizni obunachilar yo'q, bilishadi, siz obunachilarimiz ilgaridan kuzatib yurgan akalarimiz bilishadi. Mayli panogramma ya haligi PR, prank, undaqa PR, undaqa emas. Tirikchilik. Sotiladi, tirikchilik. Akalar 4 milliondan 15 tasi ketdi. Men hali ertalab bir kishi bilan gaplashgandim, hali qimmat aytayaptiki,
qimmat qo'ysam insofing bormi deydi, arzon qo'ysam odamlar ishonmaydi. Nima qilish kerak deyapti. Endi 5 qo'l baravar emas. Odam ham har xil bor. Akalar bu ijtimoiy tarmoqqa chiqarish ham o'zi bilan emas, akalar mehnat hali issiq kunida hech kim o'z bilan mehnat qilib qiziqishga chiqarmaydi. Maqsad sotish, aytilgan narxlar bo'yicha aloqaga chiqib kelinglar. Endi mabodo uspet qila olmay qolsalaring, keyingi partiyalardan olishlaring mumkin, gap ochig'i. Keyingi partiyamiz qanaqa chiqadi? Keyingi partiyasiga videoni uzman ketdik. Ha, ketdikmi? O't. Ketdik. Bu yog'iga Chorniy panteralardan Boburjon. Sovuqda isorilardan olib keldik Eldor aka. Mana akalar. Son nechta? Bayda 40 ta. 40 ta mana. Ko'proqqa ham o'xshaydi, lekin turishidan. Ha, endi bular ham kichkina qo'ymasda Eldor aka, ag'idan kelsak. Xudo xolasa mana akalar yirikligini ko'rib turibsizlar, holatlari zo'r. Kelib buni ham tanlab olib ketasizlar. Kecha ham 50 ta chiqardi. Bir barakaga ketdi Eldor aka. Ertaga ham keladi xolasa. Ha, bugun kechqurunga keladi Eldor aka. Baytda 40 ta bor, narx qulay. Hammasi xudo xolasa akalar suyakli narsalar ekan. Qo'chqarni sirazi qo'shsa ham bo'laveradi. Tayyor. Sirazi qo'chqarga tayyor. Endi bir gapki, akalar bular yuradigan dalada Boburjon qo'y bundan semiz bo'lmaydi-da, o'z bilasizmi? Yo'q, xuddi shunday. Siz bilan masalan ko'p borganmiz, tepasida ko'p ko'rganmiz akalar. Buni semiz desa ham bo'laveradi u holatga nisbatan. To'g'rimi? Sharoitiga qaraganda. Akalar malika bu qo'ylar o'sha sharoitga moslashga mana shu holatda qochadi. Endi bular ham 100 ta baqilmaydi-da, minglab baqiladi Eldor aka. Yetish ham oson emas akalar. Dalada yuradi. Bular tirikchiligi qiyin bo'ladi. Shunaqa. Endi hozir bu yerga kelib mulk o'lchilik akalar gapni ochig'i. Endi beyda xohlasa yemaydi, xohlasa hashagiydi, sulus. Buni nech puldan qo'yamiz? Buni Eldor aka mayda chudasi yo'q, 40 tasini bir barakaga olsa, hozir optim nimaga optim to'g'rasan deysa Eldor aka, bir gapki hozir optim oladigan odam ko'p. Nimaga? Bolaga. Hozir sezonni kutib yurganlar ko'p. Xuddi shunday. Shuning uchun optim og'zimizdan tushmay qoldi. Endi optimni sal bo'lsa ham arzonlatib beryapmiz. 4 milliondan 40 tasini bir joyda ketadi. 4 million so'mdan. 4 milliondan. O'tib beralamizmi yo bo'lishimi? 100 dan kam bo'ladi. 200 dan kam bo'lsa optimiga? 200 dan kam bo'ladi, keyin dona ham haliga olsa 500 ming farq ko'ramikin emas. 100 ming so'm aqa-baqa. Ketdi baraka. Mana hurmatli obunachilar, optim olinadigan bo'lsa, dona olinadigan bo'lsa, mana ma'lumotlari berildi. Xudo xolasa tepasiga kelib, yana bir qator gaplashib bitta olishmaydimi? Bitta olishmaydimi? 100 ming. Xudo xolasa. Shunday. Muammosi yo'q. Biz ham cho'ntagimizga emas, yo'l kira rasxotimizga so'raymiz, xolos shunasin. Ha, dona bo'ladigan bo'lsa ham, 10 ta bo'ladigan bo'lsa ham o'sha mashina boradi baribir. To'ppa-to'g'ri. 40 taga ham boradi o'sha mashina. To'g'ri. Shunaqa gaplar, yana partiyamiz bormi yo bo'lishimi? Eldor aka bo'ladi, mana shu yerda to'xtataylik. Narigalarchi go'sht yo'nalishidagilar. Ular ham bor, kelishsa ko'rib ular nech puldan narxini aytib? Ular 2 million 500 dan. 2,5 milliondan go'sht yo'nalishidagi 2 ta 4 ta qo'ylar bor. Xuddi shunday, 70 ta. 70 ta. Ha, onlayn savdosi har doimgidek. Kelishinglar. Kelishinglar. Hurmatli obunachilar, sizlarni kuttirmagan holda videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Qo'llab-quvvatlab, poddeshkada turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat hammaga.